Assalomu alaykum Minavvar Xojona. 69 yoshli tavallud ayyomingiz bilan chin yurakdan tabriklab qolaman. 70lagam kiring, 100lagam kiring. Har doim farzandlaringiz, nevaralaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib yuring. Do'stimiz Farhodjonni duogo'ylari bo'lib yuring. Yaxshi kunlarni ko'rish sizga har doim nasib qilsin, to'ylarga yetkazsin. Hurmat bilan O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Abdulaziz Karim. Sog' salomat bo'ling onajon. Buyuk zotsiz, siz onamsiz. Mehri daryo keng olamsiz. Bosh egaman poyingizga, siz Makka-yu Madinamsiz. Onajonim sizga ta'zim, mehribonim sizga ta'zim. Onalarni farzandiga bo'lgan muhabbati, sevgisi cheksiz. Ilohim onalarimiz sog' bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lishmasin. O'tganlari bo'lsa, Alloh o'z rahmatini ato etsin, shoistagi jannatlardan ato etgan bo'lsin. Assalomu alaykum. Hurmatli onam, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Alloh umringizga, rizqingizga barakot bersin. Farzandlaringizni baxtiga sog' salomat bo'ling. Yaxshi niyatlaringizga erishib yuring. Ko'p yillar davomida sizni tabriklash nasib qilsin. Eng muhimi sog' salomat bo'ling. Shu fursatdan foydalanib, singlimizni ham tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Dilingizdagi yaxshi amallarga, yaxshi niyatlarga erishing. Bayraminglar muborak bo'lsin. Sog' bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Mening qadrli, mening mo'tabar Munavvarxon onajonim. Bugun sizning xonadoningizda katta bayram, nurli 69 yoshingiz qutlug' bo'lsin. Sizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Yana bir bor tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin.